Assalomu alaykum azizlarim. Indan keyin deganda hozir surochi mana Cobalt kelib qoldi. 22-yil ekan. Mana kapunti bilan 3 litr o'zida bor ekan, udar yo'q ekan. 87 ni yurgan ekan. Gazda yurmagan. Mana egalari turibdi. 10600, 10700 qo'yib bering deydi. Men unaqa pulga qo'yib bera olmayman dedim. 10300 ga qo'yib bera olaman dedim. Xohlasang dedim, sotib beraman dedim. Mana shu egalari aka nima deysiz? 10.5 ming bo'ldi. Mana 10300 ga ko'ndirdimmi? 10.300 va sen Ko'ndirdimmi? Yo'q, 10300 ga rozimisiz? Rozimiz. Mana. Nima siz yo'q. Mana urilib qolinglar azizlarim, 10300 ga ko'ndirib qo'y.